Assalomu alaykum aziz obunachilar. Mana Asaka choyxonasida, Asakada 41-hafta bazada hasb boshladik. Aziz obunachilar, kelaverasizlar. Tovuq go'shtli, mol go'shtli dumbalar solingan hasb. Mana tandirimiz qizyapti. Xudo xolasa 3-o'tinni soldik. O'rik o'tinlar bilan bo'lyapti. Xudo xolasa inshaalloh pishadi. Hozir qizdiryapmiz tandirda. Mana o'tinlarimiz yoyapti. O'rik o'tinlarimiz. Xudo xolasa inshaalloh shirin bo'lib pishadi. Mana aziz obunachilar, tovuq hasbimiz, ziravorlar solingan tovuqni o'zida. Rosa shirin. Kelaverasizlar. Mana hozir tandirga solib pishiramiz, xudo xolasa. Mana mol go'shtli hasbimiz, dumbalar solingan ziravorlar bilan rosa shirin. Xudo xolasa inshaalloh pishadi. Kelaverasizlar. Mana mol hasblarimiz rosa zo'r. Mana tandirimiz bekitdik. Xudo xolasa inshaalloh 1 soatda pishadi. Aziz obunachilar, tandirda ochyapmiz. Xudo xolasa inshaalloh. Mana tandirda ochdik. Tutunlar chiqyapti. Mana aziz obunachilar, tovuq hasblarimiz pishdi. Rosa shirin bo'lib, go'zal bo'lib. Kelaverasizlar, kimga necha kilo kerak. Mana aziz obunachilar, mol hasblarimiz pishdi. Dumbalar solingan, go'zal va betakror bo'lib, rosa shirin bo'lib pishgan. Kelavinglar. Mana tovuq hasblarimiz go'zal va betakror, rosa shirin bo'lib pishdi. Kelaverasizlar. Qaynaqqina hozir pishdi. Mana mol hasbimiz.